Солнышко? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Urdimi? Hozir men o'ylab chiqaman. Oldin yetdi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadir neto'da. Nimadir neto'da. Shahlo bonu keldilarmi? Kuyov. Keling, ahvolingiz yaxshimi? Uzr. Ahvolingizni ko'rib turib bergan savolim qarang. Meni kechiring. Men qarang, asosiysi psixologik travma olmasangiz bo'ldi. Qolgani yerunda. Men qarang. Uzr, qo'lim sinsin. Tep ketdi. Boshingiz bormi? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi demoqchi edim. Kechiring. Uzr. Javob maqtashamaylar, urmagandir Solnishka. Yey, urdimi? Yashavar mujik. Ja unaqa tashavormanglar. Ikkalang ham jim bo'lsang-chi, jim bo'l. Siz o'zi kim tarafsiz? Singlimizning yonmasangiz-chi? Menga qaradim, gapimni eshit. Shahlarni qanaqaligini bilmaysanmi? Hozir nima? Hamma ayib. Kuyovda deb o'ylayapsanmi? O'zi zo'rg'a aldab kuyovga bergan bo'lsak Shahloni. To'g'ri. Kuyovda ayb yo'q. Balkim qaynonasi yomondir. Senga gapirdim nima? Molga gapirdim nima? Singiz mushukcha saqlab olaman degandi. Mushukchani uyga olib keldik va u kasha qilib qo'ydi. Singiz uni tozalayotgan paytda ko'zini tirnab oldi va tomga qochib chiqib ketdi. Men uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Men bilan mushukcha osilib qoldik. Singiz chiqib mushukchani qutqarib oldi, meni itarib yubordi. Aytdim do'stlarga bu yoqdan nimadir neto deb. Yo'q, kelib, kuyovni ham itarasanmi? Bitlaqa. Unda nimaga yig'lab keldi Solnishka? Nimaga men emas mushukchani qutqardingiz desam, menga baqirdingiz deb orozlab ketib yubordi. Shahlo! Shunaqami? O'zlari mahkam ushlasinlar edi tomni. Men nima qildim?